4 yil oldin YouTube'da blogerlik qilib video qo'yishni boshlaganimga почти 14-15 yil bo'libdi YouTube'ga. Undan keyin Odnoklassnikda gruppa ochardim. В общем, oxirgi 3 yillik, 2 yillikni gapiraylik. O'tgan yili bo'lmagan ishni qilmagin, uyalmaysanmi deganlar mana hozir 90% aynan o'sha odamlar bloger hammasi o'zi mana videoga o'zini gapini gapirolmasa ham, lekin nimalarnidir internetga qo'yib, birovlarga videoga og'izdirib blogerlik qilyapti. Bugundan boshlab, Xudo xolasa, Alloh ilmini bersa, har kuni YouTube'ga video qo'yaman. Instagramda kanallarim ko'p, hammasi har xil. Yana boshqa yangi ochaymi, birortasiga davom etkazaymi, lekin har kuni video qo'yish kerak, foydali. Hamma shu ishni qilyapti. Chunki hozir real hayot bilan virtual hayot aralashib ketgan. Ko'pchilik virtual hayotda yashayapti, ko'pchilik real hayotda yashayapti. Bu tushunarsiz, nima to'g'ri, nima noto'g'ri bilib bo'lmaydi. Shuning uchun bugundan boshlab har kuni qayerda nima ish qilsam ham videolarimni qo'yib boraman. Bugun bog'ni sug'organ keldim men. Kecha ochgan suvim hali bo'lmabdi. Shunaqa oddiy qishloq hayotida yashaymiz. Xudoga shukr. Hamma narsamiz yetarli, noliydigan joyimiz yo'q, bundan kam joyimiz yo'q. Biz videochimiz bo'lmasa ham montaj qilishni bilmasam ham, lekin premay mana qizilni bosib videoga olib qo'yib boraman. Shu video bilan podpischalarim yana ham ko'payib ketadi, lekin keyin bir kun afsus qilgandan ko'ra hozir boshlagan yaxshi. Qilmoqchi bo'lgan ishingizni. Bo'ladimi, bo'lmaydimi, plyuskami, minuskami, lekin hammasi yaxshilikka. YouTube'ga har kuni video qo'yishni boshladim men. Kechadan boshladim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kecha ko'rgan bo'lsangiz, podpiska bosib, kanalimga o'tib boshqa videolarimni ham ko'rib, fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin.